men ko'pdan ko'p ma'zirat tilayman azizi ki meni oldimga kelib edi va menga bir qissa mojarosini aytgan edi. U shudiki, avlodim yo'qdi. Ko'ziga yosh keldi. Aytdi, bir nuqta borki, yuragim aytadiki sizga boyat aytsam. Aytdim, nima edi? Vaqtiki men bilan munosabati shu qaynotamda girtay xarob bo'ldi. Shu ayolimni otasini oxirin lahzaga edi familiyam ham pobarjo to'xtadiki, meni fa'liyimga aytdiki, bor otajon, nima qilasiz bizlarga ozor aziyat berib ba'zi narsalarga qolibdi, xulosa o'rtaga bor gapni ustidan o'ting, menga ijozat bering. Natija oxir shu ediki, noroz bo'ldi shu qaynotam oldimdan. Oxirin lahza ediki, men olib jo'nasam, xeyli tushunayotgan kishida, men shoyat bo'lsa jalsaga ham rasmi rivoj ekanki, oldiga bordiki, bizga duo bergidek bo'lsa, bir duo qildi dedi. Aytdiki, bor falonini o'g'li menga aytdiki, bor avlodim, mana bu avlodim senga taslim va xayr ko'rmagan. Aytdi, sohib, men 3 dafa Hinddan borib kelibman, Allohi taolo hanuz ham avlod bergani yo'q. Farsi tilga gapiradi u kishi. Men aytdimki, bor mo o'zbakoy mo yak matal dora, ya'ni buzurgoy mo yak qavl doran, gaf doran dedimki, oltin olmagin, duo ol. Duo oltin emasmi? Oltin tilloni aytadi. Ani endi sen men aytdimki, bor shunday bir voqea ustingga kelibdi, endi sen oltin masraf qilasan, va Allohi taolo maqsadingni senga bermaydi. Ikki mavzuga ko'p mutoji bo'linglar. Birtasi bir tani haqqiga duo qilguncha duoyi nek qilasiz, duoyi bad qilasiz. Ko'p mutoji bo'lishlik oddiy narsa emasdi. G'oyibni duosi g'oyibga Rasululloh Xudo aytdilarki, qabul bo'ladi. Ikkinchisi boshqa bir kishidan nima olishlikka? Duo olishga ham mutoji bo'lishlik kerak. Garchi biran otalarimiz bor, qaynotalar bor, haddan tashqari oyog'ini uzatadi. Bu mavzuga meni ishim yo'q. Asli hadafim shudiki, doibat navoyat bir kishidan odam olgidek bo'lsa.